Hammaga salom, sizlar bilan fermer Drix va men kechasi bilan uxlay olmay chiqibman. Chunki tomda qanaqadir taqir-tuqur qilgan ovozlar chiqadimi, balki qushlar kirib olgandir. Men bilishimcha, bu tomlarning tepasi yopilgan bo'ladi, ya'ni ichida joy yo'q. Ammo nimaga bunaqangi ovozlar chiqyapti? Hayronman. Mer uyda yo'q ekan, mayli, keyin so'rab ko'ramiz, nima bo'lishi mumkin. Axir tomni yangilagandim. Mayli. Hech shu bir uygayam yalchimadim, ishgayam xatya yo'q, ishim zo'r o'zim yoqadi. Fermerchilik, mana bu haqiqiy kasb. Yaxshi. Balki shu yerda qolsammikin, qishloqda? Yo'q, qishloqda qololmayman. Chunki shaharda do'stlarim bor, zo'r mashinalar. Yo'q, bu yerda qololmayman. Bu yerda hattoki mashina ham haydab bo'lmaydi. Qishloq yo'llari juda ham kichkinagina va qishlog'imizning o'zi ham juda kichkina. Afsus, nima qilardim, shu yerda o'tirishga majburman. Hech qisi yo'q, dadam o'zi qo'ng'iroq qilib chaqirib qolsa kerak. Bo'ldi o'g'lim, hamma ishlar hal bo'ldi, endi kelishing mumkin deb umid qilamanki shunday bo'ladi. Kim bilmasa, men shaharda ozginagina ishkal chiqarib qo'ygandim, bir odamni bosib ketgandim, lekin u o'zi ichib olib yo'lga chiqib kelgandi va shuning uchun ham kamiga menda nima desam ekan, haydovchilik guvohnomasi yo'q. Shuning uchun ham qishloqqa ozgina muddatga kelishga majbur bo'ldim. Lekin meni eng qiziqtirayotgani hozirgi vaqtda nima uchun normal uxlay olmayapman? Nimaga tomdan ovozlar chiqyapti? Mayli, nima bo'lsa ham. Hammasi yaxshi bo'lsa va shaharga qaytsam bo'lgani. Tom bir gap bo'lar. Keyinlar undan ko'ra mayerda nima gaplar ekanini bilib olamiz va kartoshkalarni topshiramiz. Chirigani kerak emas. Janob mayor, assalomu alaykum. Mana kartoshkalar. Va alaykum, ajoyib. Undan tashqari bilasizmi, tomda qanaqadir ovozlar chiqyapti. Tomdan ovozlar chiqyapti. Lekin u yer to'ldirilgan. U yerda bo'sh joy yo'q-da. Men ham shu haqida aytmoqchi edim. Qanaqangi ovozlar bo'lishi mumkin? Bilmasam, balki qushlar kirib olgandir. Men ham shunday deb o'ylagandim. Mayli, keyin ko'rarman. Hozir esa ishlarimni bitirmoqchiman. Lekin baribir ham bir tomga chiqib ko'rsammikin, tomga chiqib ko'rish kerak. Chunki kim biladi, agar qushlar kirib olgan bo'lsa, u yerda juda ham ko'p qushlar bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. Mushuklar chiqishni boshlashadi qushlarni ovlash uchun. Yo, biror nima o'ylab topish kerak. Tom sinibdimi? Tom singan ekan. Mana ana shuning uchun ham u yerga qushlar kirib olishgan. Men esa o'ylab yotibman, nima bo'ldi ekan deb. Tak, stop. Bu siniq emas. Buni qaranglar. Bu eshik. Chin ursin. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Kim tomimda? Tak, stop. Avval agarodda, keyin esa tomda. Nima? Qanaqasiga? Nimaga meni hech kim tinch qo'ymaydi-ya? To tomimda kimdir yashaydi, to agarodimda. Chin ursin. Aniq u yerda hozir kimdir yashayotgan bo'ladi. Bunga 100% ishonchim komil. Hozir chiqib olay, ko'radi mendan. Agar uyda bo'lsa, albatta, aniqrog'i tomda. Boshqani kiraylikchi va hech kim yo'q. Bu qanaqangi qanaqadir alkash yashaydi shekilli. Bu yerda yana sham qo'yilgan. Axir yonib ketishi mumkin hamma narsa. Bu yerda yog'ochlar, korobkalar, chin ursin. Yo'q. Biram hamma yoq o'rsib yotibdi. Bu yerda Coca-Cola va alkogol idishlar. Bu yerda yana idishlar va korobkalar. Shuncha ko'p korobkalarni nima qiladi? Hayronman, bu yerda yashayotgan odam. Qiziq. Rostdan 3,5 ta korobka va bu yerda yana mayda-chuyda korobkalar. Qiziq, kim yashayotgan bo'lishi mumkin? Qanaqadir ashaddiy alkash bo'lsa kerak, xotini uyda haydab yuborgan, ichishni to'xta deb va mana bu yerda kelib yashayapti. Lekin bu yerda yashayotgan alkash jitilmikin yoki oddiy bizdaqa o'yinchilarmikin? Qiziq, buni bilmadim. Lekin tutib olaman. Bu yerdagini qanday tutib olgan bo'lsam, unisini ham tutib olaman. Hatto menimcha oddiy o'yinchilar bunaqangi ahmoqona ishlar qilmagan bo'lishardi. Aniq jitil bo'lsa kerak. Hali qo'limga tushadi-ku, ko'radi mendan. Ko'ziga ko'rsatib qo'yaman qanaqa bo'lishini, meni tomda yashashni. Yana mendan so'ramasdan chin ursin. Nima ham qilardim? Mayli, hozir uyimga kirib olsam bo'lgani. Narsalarni olib chiqaman-da. Buni kunini ko'rsataman. Ammo birinchi kelinglar, fermadagi ishlarimizni tugatamiz, chunki birinchi navbatda ishlar, keyin esa dam olsam bo'ladi va tomga yashayotgan odamni ham uchratib qolaman. Hali mendan ko'radi, chin ursin. U yerda uy qurib bergandim, agroddagida chiqqan jitilga. Bu yerdan esa bilmadim kim chiqib keladi. Mayli. Qishloqda hayot unchalik ham tinch emas, lekin o'ziga xos mana bunaqangi mayda-chuyda sarguzashtlarga boy. Shaharda albatta qiziqroq, lekin mayli. Shunchaki kuni bilan fermerlikdan shug'ullanishdan ko'ra yaxshi bir joylardan odamlar chiqib kelsa. Eng asosiysi kunlardan birida o'zimning ichimda ham odam chiqib kelmasa bo'lgani, ichimda yashash. Tasavvur qilyapman. Yoshligimda bir film ko'rganimda, xullas, o'zga sayyoralik juda ham kichkina odamlar o'zlarini kapitanini ko'rinishidagi katta negr robotda, xuddi shunday. Bu hozir youtuberlar orasida ommalashgan ahmoqona negrlar haqidagi hazillar emas, rostakam negr robotning ichida negr kapitan va uni negr sevgilisi. Xullas, qanaqadir komediya film edi, juda ham zo'r, ammo men ichimda unday bo'lmasligi aniq yoki bo'lishi mumkin. Janob mayor, nimalar deb valdirayapsan? Hech narsa, shunchaki mana kartoshkalarni olishingiz mumkin va bu yerda yotganda birozgina xunuk, shuning uchun ham kelinglar, buni mana bu yerga tashlab
yuboramiz. Hatsa yo'q, axir merdan uyning orqasida axlatxona bor. Ana o'sha yerga tashlab yuboramiz va tomga kelib yashayotgan odamni ham uchratib qolamiz, hali ko'radi mendan. Mayli. Ha, qishloqda baribir ham zerikyapman. Tak, yana shunaqa ovoz chiqdi, xuddiki kimdir yurgandek. Bo'ldi. Ana endi qo'lga tushdi. Hozir ko'radi mendan. Chiqib olay tepaga. Tak. Aha. Bo'ldi, o'sha yerda bo'lsa kerak. Eshik ham xudo ochiq turgandek. Mayli. Hozir narsalarni olib chiqay, ko'radi mendan bu. Bo'ldi, endi mendan ko'radi bu. Hozir bolta bilan chop tashlayman kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ha, mayli, hazillashdim. Chop tashlayman, lekin oldiga chiqib so'rayman. Bu yerda nima qilyapsan deb. Hozir ozgina qoldi va ochamiz 1, 2, 3. Qani? Nima? Jitel. Bunisi qanday bo'ldi endi? Men bu yerda sizning uyingizda yashayapman, anaroq tomingizda. Buni bilib turibman, lekin nima uchun? Menga hoziroq javob ber, jitel bomj. Shunchaki yashaydigan joyim yo'q va shu yerda yashayapman. Tushunarli. Shuning uchun narsalarni bu yerga olib keldingmi? Ha. Men uysizlarga uyni yasab berishda ekspertman, chunki bir marta уже tajribam bo'lgan. Men senga yordam beraman. Korobkalaringdan uy yasab beraman. Ko'rdim, juda ham ko'p ekan korobkalaring, shundaymi? Ha. Men shaharda ham ko'rganman. Bomjlar u yerda, shaharlik bomjlar hammasi korobkada yashashadi. Sen ham korobkada yashashing kerak. Juda ham xursand bo'lardim. Davay, ketdik. Hozir sen chiqda menga juda ham ko'p korobkalar topib kel, xo'pmi? Xo'p, hozir davay, yangilardan. Bu yerdagilarning hammasi nam bo'lib yotibdi, bo'lmaydi. Tushundingmi? Tushundim. Davay, men so'nggacha narsalaringni u yerdan olib chiqaman. Xo'pmi? Boshqa so'roqsiz birovning uyiga o'tma. Xo'p, tushundim. Hozir olib kelaman korobka. Davay, jitel olg'a. Bu jitellar nima qilishadi-ya? Birovlarni har xil joylarda yashab, masalan, tomlarda yoki tomorqasining tagida. Ha, mayli do'stlar. Rostdan ham men ekspertga aylanyapman. Jitellarga uy qurib berish bo'yicha o'zlarining sharoitlariga mos holatda. Birinchidan mana bu butilkalarni olib borib tashlashimiz kerak, chunki ular juda ham sasib yotibdi. Bilmadim bomjlar buncha butilkalarni nima qilishar ekan, bilsangiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Masalan, men hayronman, nimaga kerak bunaqangi butilkalarni olib yuraverib. Menimcha bular shunchaki hammalari alkash, shuning uchun bomj bo'lib qolishgan. Buni menga qizig'i yo'q. Kelinglar, bularning hammasini hozir yoki tushunursiz do'stlar. Balki bu manyakdir. Ha, yo'q, qanaqangi bomj manyak bo'lishi mumkin. Bilmadim o'zi qanday xayolimga bunaqangi narsa keldi, lekin bomj manyak, yo'q, bunaqasi bo'lishi mumkin emas yoki bo'lishi mumkin. Hayronman. Ha, mayli, bo'ldi. Korobkalarni davay qolganini olib qolamiz va tak, stop, hammasini tashlab yuborishimiz kerak. Bu kerak emas bizga. Bu ham va bo'ldi. Tak, mana buni ham otib yuboramiz. Ajoyib, endi bemalol uyga qaytsak bo'ladi va kutamiz qani anavi bomj qachon olib kelayotgan narsalarni yoki olib kelmasmikin, aldab ketib qolgan bo'lsa, qachon meni aldab nima qiladi? Mana olib keldim. Ajoyib, davay. Qancha ekan bu yerda? Tak, 5 ta nima? Yo'q, ko'p edi. Mana bo'ldi. Tilkalarim qani? Ularni tashlab yubordim. Nima uchun qayerga? Mana o'sha axlatxonaga. Tushunarli, hozir ko'raman. Bu tilkalarim, tushunursiz nima qilgan? Qani? Tozalab olib ketishga o'xshaydi. Yo'q, shuncha bu tilkalar endi nima qilaman? Bor budimni tashlab yuboribsiz. Yo'q, shuncha bu tilka. Shoshma, jitel, nima qilasan bu tilkalarni o'zi? Bor qidirib ko'r, balki hali olib ketishmagandir, uzoqqa o'rmonga olib borishadi-ku. Ha, mayli. Ahmoq jitel, nima qilarkan bunaqangi bo'sh butilkalarni? Axir ichida hattoki ichkilik ham yo'q. Hayronman. Ha, mayli, bizga buni qizig'i yo'q. Biz hozir unga uy qurib beramiz. Asosiysi esa mana bu uyning yonida qursak bo'ladi. Qishloqning uylarini ko'paytiramiz. Ha, korobkada va yer tagida bo'ladi. Nima uchun yer tagida desangiz, karton juda ham sovuq material. Bu shundoq ham aniq ichida yashamagan odamga ham salom janob mayor. Salom. Tak. Bo'ldi, endi mana bu uyning ichiga bir kirishimiz kerak. Jitel uyda yo'q ko'rinadi. Ha, mayli, unda kerakli instrumentlarni olsak bo'ladi. Mana bu lopatkani menimcha olib ishlatsam unchalik ham xafa bo'lmasa kerak, chunki unga biror nima beraman evaziga. Masalan, mana shu yerdan ortib qoladigan yerni juda ham ko'p yer olib qolishi aniq. Shuning uchun kelinglar, ularni hammasini hozir terib olamiz yerlarni. Tak, birin-ketin juda ham katta zo'r uy qurib berishimiz kerak bu bomjga, chunki boshqa kimlarnidir uylarda yashab yurmagani ma'qul. Ha, mayli, kelinglar, bularning hammasini hozir terib olamiz. Birin-ketin 2 qat. Oppa, do'stlar, bu nima bo'ldi? Tushunmadim. Yer tagida g'ishtli qanaqadir bloklarni topdik. Hozir sindirib ko'ramiz. Balki qanaqadir xazinadir yoki yashirin yo'l. Qani ochaylikchi va tak, stop, hech narsa. Shunchaki qachonlardir nimalardir bo'lgan bo'lsa kerak, keyin esa kimlardir bu yerni buzib tashlashganmi va xolos yer tagida qolib ketganga o'xshayapti. Shaharda bunaqangi narsalar juda ham ko'p. Tushunarli bo'ldi. Davay, endi bularni hammasini yopib tashlaymiz. Ajoyib, davay, ket. Yaxshi, devorlar tayyor. Endi bu tarafni yopamiz va kirish bu yerga haqiqiy bunkernikidek bo'ladi. Men bunkerlarga borganman va bilaman qanaqa bo'lishini va bu yerda ham
xuddi shunaqa qilamiz, faqatgina kartonli bunker bo'ladi. O'zim ham yashagim kelib ketdi bu yerda, lekin yo'q. Yaxshiyamki meni o'zimni uyim bor 25,000 rublga. Yaxshi, bu yerlarni ham endi birin-ketin yopib chiqishimiz kerak. Ajoyib. Mana bu yerda esa kirish bo'ladi. Xuddiki boya aytgandek haqiqiy bunkerdek zinalik pastga tushib bo'ladi. Zinalar ham hattoki korobkadan bo'ladi. Birozgina g'alati zinalar, lekin mayli. Shunisiga ham shukr qilaversin. Chunki tomda yashashdan ko'ra bu ancha yaxshi o'zini uyi bo'ladi va hech kimga xalaqit bermaydi degan umiddaman. Bu yerda ham axlatxona yoni, bu yerda hech kim yurmaydi, shunga aniq xalaqit bermaydi. Men bekorga aynan shu joyni tanlaganim yo'q. Bo'ldi, qolmay qoldi, afsuski. Ha, mayli. Keyin yana korobkalar topib kelsa qo'yib yuborarmiz. Bo'pti, qani endi pastga tushaylikchi. Bu yerga yana birikta narsalarni joylashimiz kerak. Aynan bizga qani edi, verstak va pechkalar kerak bo'ladi. Faqatgina boya afsus qutisini bombini sindirib qo'ydim. Ichida korobkalar bor edi, albatta yaxshi, chunki korobkalar nam qilib yotgani uchun ularni ishlatib bo'lmasdi, ammo baribir ham jalka, juda ham zo'r quti edi. Endi esa ana bu yerga bor daraxtzordan bir nechta daraxtlarni chopib kelamiz. Mayli, bir nechtasini olmayman, 4 ta 5 ta desam shu daraxtni qismlariga yetadi bloklari, ana o'shalardan verstak ham, pechka ham hammasiga ishlatib yuboramiz. Pechkani axir daraxtni yasalmaydi. Biz tosh ham kovlashimiz kerak. Ha, unutib qo'ymasam bo'ldi, chunki yana orqaga qaytishga to'g'ri keladi keyin. Bo'ldi, menimcha shu 4 tasi yetib qolsa kerak. Ana 6 tasi qani? Ha, bemalol yetadi menimcha. Salkam yarim stak axir. Davay endi uyqum ham kelib ketdi. Ha, mayli, uyqu bilan shug'ullanmaslik kerak. Bizga tosh kerak. Chinsin, sal qolsa unutib qo'yardim. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Hozir sal pastroqqa tushamiz va mana bu yerdan olamiz toshni. Afsuski, qishloq atrofida shaxtalar yo'q, juda ham uzoqqa borishga yoki shaxsiyorlardan sotib olishga to'g'ri keladi. Lekin men esa, sizlar bilasizlarki, avvalgi videolarni ko'rganlar, tomorqa tagidan chiqqan do'stim bor. Tomorqa tagidan chiqqan do'st juda ham eshitilishi zo'r va ana shu do'stim menga rudalarni shunchaki bepulga beradi. Ko'mir kerakmi? Olti, mayli, unaqangi hamma narsalarni bermaydi albatta. Bor yo'g'i temir va ko'mir bilan bo'lishadi. Xolos, toshlarni ham berib turadi. Shuning uchun ham yaxshi. Tak. Ajoyib. Endi ketdik. Ha, hozir bombishning uyi juda ham zo'r bo'ladi. Bemalol yashasa bo'ladi. Albatta qishda yoki yomg'ir yoqqanda hayronman, ammo hozir yoz, shuning uchun ham hech qanday yomg'irlar bo'lmaydi va umid qilamanki, ko'tarilishga, o'ziga pul topishga muvaffaq bo'ladi toki kuz qish kelguncha. Aks holda yomg'irlarda aniq bu yerda yashab bo'lmaydi. Bittasi aniq bu yerda bo'ladi, hatto yo'q. Chunki sovuq bo'ladi kechasi, baribir ham karton ham unchalik ham issiq o'tkazmaydi. Shuning uchun ham kelinglar, yaxshisi boshqachasiga qo'yamiz. Tak, buni ham olamiz. Yaxshi, xo'sh, pechka bizga pechka kerak. Tak, mayli, verstak o'z joyiga, sandiq o'rtaga bo'ladi. Pechka esa bu tarafga, aynan ana shu odam yozadigan joyga qaratib issiqlikni purkab turadi. Issiqlikni purkab, zo'r gap aytdim, mendan yangi terminlar. Davay. Endi bularni hammasini joy-joyiga taxlab qo'yamiz. Tak, bular meniki edi, bu kerak emas. Buni qolganlarni bombishga qoldirsak ham bo'ladi. Tak, stop, menga do'stlar bir narsa yetmay qoldi. Aynan eshik. Tak, qani. Tak, stop. Mayli. Yo do'stlar, eshik uchun axir o'sha yerda qoldirganim. Tak, ozgina ovqatni olsamgina. Mayli, rezina narsalarni qaytardik va ozgina ovqatidan oldik. Bo'pti, kiyim bilan ham bo'lmaydi. Zo'r kiyimlarga ham gap yo'q. Bu jizelni ajoyib, prosta stilda yuradigan zo'r jizel. Bu videoda jizel so'zi juda ham ko'p ishlatilgan. Mayli, endi eshikni yasab olamiz. Afsuski, nimaga faqatgina 3 tagina olinadi? Bor yo'q bitta olinsa ham yetardi. Mayli. Ortib qoldi, ammo qayerga ishlatishni bilaman. Tak, bittasini mana bu yerga qo'yamiz. Ajoyib, zo'r bo'ldi. Endi keyingisini ham olamiz va buni sekin minnatdorchilik yuzasidan anavi do'stimizga qo'yib qo'yamiz. Tomorqa tagidan chiqqan do'stimizga, tomorqa tagidan chiqqan do'st. Muallif Ahad Qayum. Ajoyib eshitiladi. Zo'r bo'ldi. Oppa, bomsh yoqibdimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqangi uy menda hech qachon bo'lmagan. Yoqdim senga. Kravatlar, shuncha narsa qo'yibsan. Katta rahmat senga. Aytgancha narsalaringni topdingmi? O'rmon chekkasiga tashlashibdi. Katta rahmat senga. Arzimaydi. Bu safar yordam kerak bo'lsa menga murojaat qilaver, lekin boshqa uyimni tagidan yoki tepasidan chiqma, xo'pmi? Xo'p, xavotir olma. Katta rahmat senga. Isming nima? Ismim Drix. Mayli, Drix, katta rahmat. Shuncha narsa qilibsan men uchun. Mayli, jitel. Men ketdim. Bo'pti. Ajoyib. Bugun ham jitellarga bir yaxshilik qildik. Va do'stlar, videoni shuncha ko'rib kelgan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan men Drix bo'ldim va nonam qolib ketibdi. Mayli, keyin berarman. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammaga xayr. Ajoyib qishlog'imizga gap yo'q.